Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Quva tumaniga kelganmiz. Bu yerga 3 oy oldin gazoblok apparatlarimizni o'rnatib berganmiz. Hop, bugun o'sha bir ish bilan kelgan edik. Bu yerga sushilka qilish kerak. O'sha qish keldi, havolar sovidi. Sizlarga bir qator video qilib ko'rsatib beraman. Gazobloklar vobshe zo'r holatda chiqyapti ekan. O'sha manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'lyapti. Bu yerda gazobloklar 17 ming so'mdan sotishyapti ekan. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Har biriga 10 kilodan sement qo'shishar ekan. 550 marka sementi mana Yasin. Bu yerda hozir sizlarga tayyor nalichi gazobloklar bor. Kimga srochniy kerak bo'lsa, mana shunday quruqlari ham bor. 1000 tadan oshiqroq bu yerda. Bunaqa ko'p emas. Zakazlar bo'lyapti ekan. Tinmasdan kuniga 400 ta gazoblok chiqarishyapti ekan, ishlab chiqarishyapti ekan. Mana holatlari avtomat reskada kesilyapti. Razmerlari cho'tki. Bloklarning ham holati ko'rishingiz mumkin. Bir xilda terilgan hammasi. Mana o'zlarining mashinalari bor. Qayerga bo'lsa dastavka qilib olib berishyapti ekan. Hop, mana ekranda mana gazoblok nomerlarga telefon qilaverasizlar bemalol. Ekranga nomerlarni ham qo'yib qo'yaman. Mana shu avtomat reska yordamida kesib tayyorlashyapti ekan. Mana shunaqa liniyalarda biz ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, gazoblok kerakmi, gazoblok liniyasimi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini qilib tayyorlab beramiz. Mana uji bu yerga mana sushilka tushadi. Aslga kelganmiz endi sushilkaga harakat bag'i. Gazobloklar mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli gazoblok kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Akalarimiz mana yetkazib berishadi. Qurilgan tayyor gazobloklar bor. Mana bunisi yangi quyilgan, yangi holatda. Bular mana tayyor ishib chiqqan, hammasi bir xil ishib chiqqan. O'sha kesishga tayyor bo'lib qolgan bular. Mana usti bir qator olib tashlanadi. Keyin mana shu avtomat reska yordamida kesib bu yoqqa o'tkaziladi. Endi bu yoqda sushilka bo'lsa, shu sushilkada 14 soat, 12 soat pishib chiqadi. Hop. Shu gazobloklarni bemalol olib ketsalar ham bo'laveradi. Narxlari o'sha dastavkasi bilan 18 ming so'mdan yetkazib berishyapti ekan Farg'ona ichiga. Joyidan olib ketsalaring 17 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Bemalol kelib, sifatlarini ko'rib olib ketsalar ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.